Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan bugun Wilderuz bu kanali. Bugun sizlar bilan zombi apokalipsi serverida o'ynaymiz va mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Hop, mana o'yinimiz ham boshlandi. Bunda biz nima qilishimiz kerak desangiz, mana bu turgan bashnani zombilardan himoya qilishimiz kerak. Zombilar har bitta wave'da kuchayib boradi va ko'payib boradi. Shuning uchun biz o'zimizning bashnamizni bulardan qo'riqlashimiz kerak. Hop, keyin bizda upgrade tugmasi bor. Upgrade tugmasida biz o'zimizning qilichlarimizga va ovqat olishimiz mumkin. Qani bo'lmasam biz ketdik. Hop. Ko'rib turishingiz mumkin, mana o'zimning qilichlarimni olmosga qilib oldim va anchagina upgrade'lar qildim va zombilar shu vaqtda mening bashnamni sindirishdi. Tushkunlikka tushmaymiz, bizda hali ikkinchi imkoniyat bor. Ikkinchi kartaga ham tushib oldik. Ikkinchi karta boshqacha bo'ladi va zombilar ham kuchliroq bo'ladi. Biz yana tirik qola olmadik. Do'stlar, bugungi videodan xursand bo'lgan bo'lsangiz, kommentariyalarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Wilderuz bu kanali bo'ldi. Ko'rishguncha.